13 yoshar bola jigar suyukligi kasalligi bilan kasallangan. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hozir Jizzax shahrida Detskiy больницadaman. 13 yoshar Begal ukamiz 10 yildan beri juda og'ir xastalik bilan, kasallik bilan kurashib kelayapti ekan. Mana oxiriga kelib turib, juda og'ir vaziyatga kelib qoldi. 13 yoshar bola jigar suyukligi kasalligi bilan kasallangan. Endi nima qilamiz? Alloh bergan dard. Sizlardan bir narsani so'rab qolardik. Imkoniyat darajasida qo'llaringizdan kelguncha yordam bersalaringiz. Donor bor. Donor bolaning o'zining otasi. Hozirgi kunda bular endi 10 yildan beri davolanaverib endi bolachani operatsiya qilmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Qo'llaringizdan kelguncha ehson qilib yordam bersalaringiz, bu videoni tarqatib, bitta kommentariya, bittagina like bosib, kerakli odamlarga yetib borishiga hissangizni qo'shsangiz ham juda yaxshi bo'lardi. 13 yoshar bola 10 yildan beri juda og'ir xastalik bilan qiynalib kelyapti. Imkoniyat darajasida qarab turmaysiz degan umiddamiz. O'zlarining onasi hozir yonimda. Shu bolaga yordam berishlarini so'rayman. 10 yildan beri davolab kelamiz. Atrasda majburcha yordam berishlarini. Holatni o'zingiz ko'rib, kelib mana tagida kartalarni, telefon raqamlarini qoldiraman. Imkoniyat darajasida yordam berasizlar degan umiddaman. Rahmat.